Kecha biz komanda bilan joylarni aniqlik qilib oldik. Ertaga superviziya bo'ladi. Aynan shogirdlik kursimga bro'yn qoldirganlarni va ertaga уже aniq qilaman, necha kishini qoldiramiz, necha kishi qoladi, necha kishi qolmaydi. Xullas, mana shunaqa superviziyaga tayyorgarlik, ichki tayyorgarlik muhimi. Odam bilim berishga tayyor bo'lar ekan, o'zi yog'ilib tushadi. Bilasizmi, men hech qachon programma bo'yicha tayyorlanib o'tirmayman. Bilaman nima berishni va o'sha paytda dinamikaga qarab, kayfiyatga qarab, holatga qarab insonlarga nima kerakligini bilaman. Xullas, ertaga psixologlar yana bitta joyda jamoat jam bo'lamiz. Yaxshi ko'raman deb psixologlar bilan bitta so'z aytasiz, все, hammasini tushunib olishadi. Вот, shunday ekan, kim yozilgan bo'lsa xursandman. Ertaga Yunterda soat 13:00 da ko'rishamiz. Xudo xolasa superviziya bo'ladi sizlar bilan. 2 soat. Shunaqa zo'r kayfiyatlarda.